Do'stlar, hozir mana Guanchjouga qarab yo'l oldik. Bugun yangi yil. Yangi yillar bilan tabriklayman va Guanchjouda ko'rishguncha. Do'stlar, mana yetib keldik. Ovqatlanadigan joyga. Bu Guangdongga, ya'ni Guangdongda bir maxsus bir ovqati uyga qilingan ko'ralar. Yeb ko'ramiz. Mazasini keyin aytaman. Yuringlarmi? Restoran ko'rish shunaqa bo'ladi va restoranda mana ta'lim berishyapti, ko'rib turibsizlar. U kilolar sotib olsanglar bo'ladi. Keyin o'zi shundoq pishirib berishadi sizlarga. Bo'pti, yana do'stlar yana bir marta o'tiramiz bu yoqqa. Va ovqatni buyurtma beramiz. Shukraga. Azini keyin aytaman. Do'stlar, mana bizni ovqatlarimiz yetib keldi. Ko'rsak bo'ladi. Bu xitoycha lapsha. Mana. Yeb ko'ramiz. Juda mayin, juda yumshoq, yaxshi chiqqan. O'zbekchasiga bo'lgan svejiy. Keyin bu mana krevetkadan qilingan chuchvara. Ichiga krevetka solishadi. Ushloq. Juda ushloq. Mana krevetkasi ham tushib qoldi. Yo'q. Juda yo'q. Keyin boshqa bir ovqat olib berishdi. Mana bizga bu bo'lsa mol go'shti bilan va uni oshqozoni. Va uni sho'rbasi ham bor. Ustiga padlikni suzib berishdi. Keyin bu yerda baytaymi bilmadim. Qanaqadir salat qo'yib berishdi. Mana buni ham qaynatishadi. Juda yaxshi chiqqan. Buni lapshasini yeb ko'ramiz. Juda zo'r. Go'shtidan bitta tatib ko'ramiz. Oshqozoni bu. Va go'sht. Ko'p narsalar. Juda zo'r chiqqan va buni sho'rvasi bilan berishadi. Sho'rvasi endi kimga qanaqa? Bunaqacha tuzi ham ko'p emas. Oddiy bir bulyonga o'xshagan. Ovqatlanamiz va keyin boshqa qilib boramiz. Do'stlar, hozir ovqatlanib bo'ldik. Endi Canton Towerga ketyapmiz. Ortimda mana Canton Tower oldidagi park. Odamlar yangi yil oldin musiqa eshityapti, muzika eshityapti. Bir xilla ichayotgandir bilmadim, bir xilla ovqatlanayotgandir bilmadim. Aytmoqchimanki, ular hammasi mana tayyor yangi yilni kutib olishga bir necha vaqtdan keyin u yerda countdown boshlanadi. Ya'ni sanoqlar orqasiga qarab sanaladi. Ya'ni bilasizlarki 10 dan boshlab 1 gacha sanaladigan sanalar. Hozir biz Canton Towerga ketamiz. Ketdik. Mana odamlar parkka chiqishgan hozir. Mana bitta shariklarni sotishyapti. Shariklarda 2024 deb yozilgan ana. Bularni ishni sotishyapti. Lekin bugun odam juda ko'p. Soat 10-11 bo'lib ketdi. 10:30 atrofida odam juda ko'p. Bu yoqda probka mana, mashinalar probka bo'lib qolgan. Yangi yilda ko'chaga chiqib aylanish juda qiyin. Taksi tutish undan ham qiyin. Mana hamma yoq shariklar. Mana do'stlar, Canton Towerga yetib keldik.
Bu uni quyi tarafi, lekin mana pastda o'tda ham bir maydon bor. Bu yerda ham odamlar sayr qilishyapti. Biz yuqorisida turibmiz. Qanaqadir amfiteatrga o'xshagan joy. Bu pastda odamlar hozir sayr qilishyapti. Biz ham pastga tushib ko'ramiz. Pastga tushib ko'rib, Kanton Ferri yaxshi rakursda olib ko'rishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana amfiteatr pastiga tushdik. Mana ortimda amfiteatr. Keyin bu tarafimda ko'rib turganinglardek amfiteatr orqasida kanton anaqasi bashnasi. Hozir unga yaqinroq borib ko'ramiz. Do'stlar, mana Guangzhouning Kanton Tower degan joyga keldik. Bu bino 600 metrga ozgina oshiqroq, deyarli 600 metr. Bu yana televiziya funksiyasini ham bajaradi. Bugun odamlar ko'rib turganinglardek juda ko'p. Yengil kirib, bu yoqqa kelib, yengil kirishdan oldin 10 sekund qolganida shuni sanashni boshlashadi. Hozir 11 lar atrofida biz buni tugashini, boshlanishini va tugashini kutmaymiz. Ketamiz, chunki biz charchaganmiz. Keyingi kunimizni, ya'ni yengilni ertangi kunni keyingi lavhada ko'rasizlar. Xayr. Do'stlar, mana metroga navbat juda ko'p odam. Ko'chaga bugun juda ko'p odam chiqqan. Metroga navbatma-navbat ketyapti. Yana bir 50-100 ta odam ketyapti va yana kutyapti. O'shaning uchun mana shunaqa yengil kuni ko'chaga chiqish xillarda yaxshi emas. Umuman olganda har yengil shunaqa bo'ladi bizda.